olsa muhabbet Baxtimizden sözleydi haman qara jinim biz tushgan surat Nimalarga ko'nmaydi inson yuragida yansa muhabbet Baxtimizden sözleydi haman qara jinim biz tushgan surat Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Düşündürme hiç kimge gülüm Benim üçün yalgan dilim Bu takdirimin sınaklarıdan Tengü teyli bergin kulumni Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Dimxonamga tashlasan qadam Nima bu? Mening gejgemni besib turgan yana bir eg'ir tog' bu. Bu tağdan qutulmasam, ko'nglimdagi qorong'ulik bütün tarqab bulanmaydiga o'xshaydi adash. Kimning o'zi bu zinatlari bu? Ular qarmoqqa mening. Lekin ularni Osman menga epbergan. Әң яқсы, епілған туақ, епілған бет қалсын. Зітімға, ғорорымға тегі версең, мәмі қарап тұрмаймен. Ұндақ қазанға, мұндақ чүміш. Ұнтып қанма деген мәсімдім саңа. Баланың әммісіні маңа артып, өзіңні сүттін ақ, тұқымдың сақ қылып көрсетмекшімді. Бұл Xulumay tush ko'g'inin nanaxan. Bular ayni vaqtida bo'ynimga silingan bir sertmoq degina. Shu sertmoqni bo'ynimga sol deb so'zib turib bergan buni o'zingda adash. Rost deysan adash. Hozir bular mening oldimda sunuq yamoqchilikmi qimmati qolmadi. O'ylab baqsam, bu dünyada Ildar bilan Aytulundanmi ortiq boyliqim yo'qkan mening. Amda tapding adash aqlingni. Bilsang bu dünyada chin muhabbat bilan sadoqatdan ortiq boyliq yo'q. Uningga erishsang,
Altın sıvızınatların bombusumu günün bəxtli xatırcam ödü. Əliman vəfasızlıq qandı. Bütün dünya bana şunçalik qaranğı, mənsiz bilindi. Erim bilan qizimga ko'ngil berib edim. Osmonning qo'ldan olgan bu zibizinatlar xuddi bo'ynimga esib qo'ygan eg'ir toshdek meni azoblig'ili turdi adash. Sen şundaq pak, əxlaqlı, eriga vafo qildigan xotinmi? Yo'q, nana. Sen bir aldamchi. Sen mening do'ppamga jigdi sağadim. Osmanning pulini qaytirib bersam, hammadan qutulman deb qolgan o'xshamsan. Undaq o'ng'ay ish yo'q. Sen meni oz qoldirlatmading. Pek ahmoq ekansan. Chuchurni xam sanovatga o'xshaysan, nana. Sen bek ahmaq ekansan, Nadira. Ayni vaqtda shu pul bilan biraqli berib atgan bo'lsang, tugimamdi buning bilan. O'ylamabdim jinim adashim. U chaqda faqat yiliqi puldan qutulman debla o'ylab, bular zodila ism kelmabdi. Endi qanday qilay desa bu bilimlarni. Bularni Osmonga qaytarib bermay adash. Sen özüm topshirib berma deb o'ylayapsan. O'tganda bo'lgan ishlarni unutib qolgandek so'zlaysan-ku adash. Men unda qilsam Ildardan biraqla ayrılıb qalmamdım. Ams kim topshirib berdi bularni? Bu mening eng oxirgi bir talabim jinim adashim. Mening eg'irimni sendan boshqa yana kim ko'tara oladi deysa, urug' tuqqanlarim bilan Ildar buni anglab qolsa tugashkinim emasmi? Uydagilaring ko'rgan bo'g'oydi bu zibuzinatlarni. Ko'rgan. Lekin ularga sog'doshlarim bilan o'ynagan chaydan tushgan pulga og'andim degandim. Ularnim aldab kelgandim degina. Ularni qaytirib bersang uydagilaring zibuzinatlar qani deb so'rasa nima deysan? Yutib ketdi deb qo'yma adash. Boshqa amalim yo'q. Burulli gapimni anglagan bo'lsang adash, mush avarchiliklar yo'q desang. Hozirgidek davomli yag'an gapimni qiynalib jumaydim. Yolg'on gap qilsam-mu adash? Bu satchilikni yig'ishtirmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa aran erishganlarim hammasi kulga aylanib qoldi jinim adashim. Senden başqa adam bulduğum olsa kötə qasqınını deydim adaş. Boynumni bağlab abbasımı bağmaydım onun qışığa. Adaş mən degan bir qız vala. Qaqның pitni pasatlarga pas urib bəsəm bo'lmaydi da. Osman bilan bir ayda yağız turğunumni ko'z haq nima deydi? Kaynimdan gap topmamdi mening. Bizda apqash degaplarga osonla shindigan odamlarni bog'u bilsa. Rastaysa adash. Men bu tarafini o'ylamabdim. Undaq bo'lsa bir amalni o'ylayli. Sana yardım qilmayman deganim emas adash. Bu ishning tasligini davatdim. Qanchalik tasusumul lekin başaymayman bu ishdan. Nemishqa deganda adash, sen qalbingni paklash uchun, ailangga teximiz sodiq bo'lish uchun mush to'g'ri yo'lni tanlabsan. Mushta vaqtida seni qo'llamasam, sana yardım qilsam bo'lamdi adash. Xotirjam bo'l. Bu avarchilikdan seni o'zim qutuldim ben. Nima bu? Nim bo'ladi? Ayni vaqtda siz Nadiraga appagan oltin zibuzinatlar. Nadira bu narsalar menda turibas yaxshi olmaydi. Men hozir Ildarning ayoli.
Osmanның haqqını vaqtida qaytarib bermsam, satto degan deb shunga bu narsalarni mendan sizga avatdi. Shuni siz xafa olmay. Satturdig'ini amdi bilibdi-da u. O'z vaqtida haqning haqqi demay, shirin shikay gaplar bilan mendan og'ini unutib qopdi-da u yuzsiz. Nadiraning bu narsalarni sizdan qaysi vaqtda, qanday maqsadda og'ini memtoz aniq bilib bo'lmadim degan Osman. Mening faqat bildig'ini u ayni vaqtida mush narsalarni sizdan og'indan qattiq xijil. Şuna siz... Man qarang Mayra, bu narsalar men uchun hech nima emas-da. Nana meni bu narsalarni cho'ng bilgan o'xshaydi deb o'ylab qolgan o'xshaydi. Siz uni deb qo'ying. Men qizlarga qilishgan 2-4 tal pul, oltin kumushlar bilan hisoblashib o'tirgan undaq nomard emas. Nananing bu narsalarni sizdan avatgini men uchun bir haqorat. O'tganda u bo'pti dedim. Uyini tutib olsin dedim. Ammo u mening o'g'on baldachiligimni xato tushunibdi. Yo'q, Osman, siz xato tushunib qopsiz. Aksicha u sizning tishingizga tegib qo'yib, o'ziga avarchilik deb bilishdan texmi ansiraydi. Men uni bek tushunaman. Yo'q, siz u do'stingizni faqat tushunmay ekansiz. Do'stingizdan umri bilan qiltiqi yomon to'la qiziq. Shuni o'zining qilgan yushirib, "Ba ishlarni mening bishimga" deb, o'zi kitob xalqisining obro'yli oliyjanob keliniga aylanmoqchi. Shuni mening bu ishlarni oshkorlab qo'yishimdan ansirab, menga avval mush ko'tiryapti. Osman, har qanday odamning qanday yashash, qanday yo'lda menish erkinligi o'zining qo'lida. Qaysi bir odam hayot safarida bir agir to'qa yo'llarni dasab samagan deysiz. Nadira hozir uyg'uchaqlik bo'ldi, balalik bo'ldi. U hayotning ba'zi bir ochiq savoqlarini yakunlab, erning, qiynatisining oldida yuz obro'ylik bo'lishni o'ylaydi. Shunsiz uni ag'var qilmasangiz bo'ldi. Kimni aramida qo'ymayapti-da? Siz texnichi bilmayapsiz? Men o'tganda nima dedim? Men yipiq qazan, yipiq bit qason. Ha? İşte demedimmi? Nananinki o't quyruqli qilayotganini men bilmaydi deb qoldingizmi? Men undaq deb qarmayman Osman. Menchi siz uni to'g'ri tushuning. Qiziq gap bo'ldi-ku bu. Ha? Ayoq suvag'i, siz ma'vo. Siz biznetlarni ilib berib, uni ko'zini bir ichib qo'ying. Tushundingizmi? Yipiq qazan, yipiq bit tursin desam unimidimi? Endi men bu qazonni bir qaynatib, o'zimni qandoligini bir ko'zitib qo'yay bu chaqaqarlarga. Men aranglardagi bir xolis odamdan Osman. Men bu yerga do'stimning ko'nglini deb keldim. Bu narsalarni sizni piqsiq, ko'zi tor deb ekanmidim. Sizning mard, qo'lingizning ochiqligini Nadiradan davomli anglab kelyapman, bilmayman. Lekin bu narsalar Nadiraning yanında turaversa, u bizning axloq qoidamizga uyg'un kelmaydi Osman. Şuna açığınızga ay berip, Nadiranımı qiynamay, menimi xizil qilmay, bu narsani apqasınız. Ahir chiqdim adash uning do'kondan. Ala mazı bu zinatlaringni nerden ekegan bo'lsang shu yak ekat deb beshimga etib salom deb adash yuragim su. Meni cho'ng bir g'amdan qutuldirib olding Jumadash. Ahir qutuldigan bo'ldim men gazgamni besib turgan eg'ir tog'dan. Shu topda sana qanday rahmat etishimni bilmayli qoldim. Adash, aldirab qo'shib ketmasang bo'lamdiki. Gapiningda maqsadga qarsam, u senga yana avarchilik deb berdigan chiroy. Eng yaxshisi o'zing diqqat qilib biroq shurasa Adash. Nim deydigan sen Mayra? Adamni qo'rqatmasang-chu. Ha, men. Sizda. Nima? Oldimdan tiq shundoq debdim-a? Ha? Ha, yaxshi. Aldirmay tursin. U meni oqish ko'kchiligicha
Özün tikiş yok xotinni bir başqasına ava. Ha? Ma'qul. Sen zaten meni nima ko'ryapsan? 2 tanga pul bilan tumir desaklarni qaytirib bersamla, Osmonni qutulaman deb qolgan o'xshamamsan. Undaq o'ng'ayish yo'q, nana. Meni alvosliga aylantirib, o'zingni hargizmi farishtaga aylantirolmaysan. Qanday ahvoling? Nima deysan? To'xta. Nima dedi? Shavkat efendimning kichik kelinining gapindamsan? Aldirmaydigina. Osmon shunday debdimi? Voh. Meşrep endi başlandigan o'xshamamda. Pulat degan yo'g'oncha, g'oliq vaqmay, peshonasini silib etmay, terisiga patmay ketgan tedigina. Endi ko'ranglab ketganini bir ko'rayli. Ukam, bunda yeng xabarlar olsa, vaqti-vaqtiga yetkazma. Ma'qul. Ya adaş, hoş haber aldın mı? Pulat degan o'zini qaltis chaqlab yurgan bu cho'ng jamoat tugishadigan bo'ldi. Chavsini chitqa yeyib o'tayli u boyvachchini. Ya bu ishni surishtirib qolsa qanday qilamiz demsa? Sesigan go'shtdan turib taqalmaydigan shulamda adash. Eg'izga ya qulub sog'lomsa. O aldamchining nomi sessa, uning hisobini biz bergan nada shu adash. Voy qo'rqma, uchirgan odamga deb bosh ko'targisiz qilib o'tayli o Pulatni. Yenge, perişan görünsüzgü. Akam dilinizi ağırtıp koygan oxşamamdı. Oy, adamni ensiretmeyi dana. Uyda bir iş oldu mu? Oy, tızrak dana. Hoş bop gittik. Sağlam. Uyda bir iş boğun yok. Şu deyişki fakat tilim bağmayvatıdı. Qo'rqyapti mı? Nim deydigansiz adamni qo'rqitib. Nimadan qo'rqyapsiz? Şu sizni anlab qalsa, bardoshlik berolmaymanda xafa bo'lib qolarmikin deb qo'rqyapti mı? Asli bu gapni demay degan. Biroq bu gapni demay desam, vicdonim faqat chidamayotidi. Chinim yenge. Nimada adamni qiynaydigansiz? Men har qanday gap bo'lsa bardoshlik bera olayman. Men sizdan hargizmi ranjimayman. Tamam? Nim bo'ldi zodi? Singlim, Osmon degan u qora yuz Aytulunni mening balam deb yuribdi. Nima? Nadira ko'zingiz için salım. Nima bo'ldingiz Nadira? Ben bu gaplarga qat'iy ishonmayman.
Salih yaqindan buyon ko'rganli odamga mush gaplarni deb yuribdi. Meningcha buning ichida cho'qim bir o'yan bor. Osmon degan-ku bir yog'inchidek qiladi. Xuddi Salihga o'xshash. Shunda aka. Qo'l yetmagan shaptil ochiqdami? Ular qo'l keltirmagan qizlarimizning ustidan yampashqa uribli gap topgan nima? Shunda töhmetlarning asallı bizning xonim qizlarimiz chaplanib qoldig'iga hayronman juma. Undam deb ketmang yenge. Samatkamga qattiq degan laqam o'ng'ayli chaplashib qoldi-ku. Amaliyotda bu bir tuhmat. Bu shu Polatkamga o'xshay boyvachchilarning uningga chaplab qo'ygan bir laqamidan ha. Samatkam ta hozirgacha shunda sexiylik qilsimi, mana bu laqamdan hozirgacha qutlanmayotdi. Ey, birdam yumshab, birdam qetib olsa, bu laqabni qanday qutula olay deysa.